Bugungi zakazimiz 4 ta nozik qizlarga bo'ladi. Qanaqa nozik qizlar joningga tegmadimi? Qizlarni ajali bo'lish erkakga o'xshabchi, bundan normalniy osh yegan Sergelida oshchi donasini ochib qo'yishibdi. Ko'rsataman. Sizlarni ham krevetka lasos joninglar deydimi? Unda Sergeli 5-bekatda ochilgan oshchi jinnisiga kelishinglarni tavsiya qilib qolaman. 100 xil osh deb nomlangan joyimizda Nazarbekda tanilgan Ali shefni o'zlari damlarkanlar. Oshimizning sifatini ko'ryapsizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Har kuni 11 dan tayyor bo'lgan joyimizda choyxona palov, achchiq oshlargacha bor ekan. Go'shtlarni ham mesniy go'shtdan ishlatishar ekan. Narxlarni gapirmaysanmi deysizlarmi? Narxlari ham juda ham yomon. Sizlarga gap bilan bo'lib, o'zimni ham qornim ochib ketibdi. Zallari ham juda toza, yorug', ozoda, oilaviy bemalol o'tirib osh yesanglar bo'ladi. Uning yonida qatoli salat bilan achchiqini achchiq ketadi-yu. Menga qarang, qizlarga xizmat qilaverib, tosh o'tiydigan bo'lib qolibsizmi? Qo'lda yesangizchi. O'zimizdan jaydari, mazasi shunda bilan. Bismillah. Bahonada Anoraxonni qo'llaridan osh yeyishga ulgurdik. Oshni aslida qaysi vatandan va kim o'ylab topganini biladiganlar bormi? Uni kommentariyalarda yozib ketinglar hammaga. Xayr.